Assalomu alaykum azizlar, mana mansardli tomimiz o'sha tunuka qotirish jarayoniga tayyor. Mana shu ko'rinishda tunukalarini, profnasillarni zakaz qilamiz. Xudo xolasa почти 3 etaj pastda podvali bor, birinchi va mansardi. Chiroyli bir holatda. Bu yo'q endi mehmonxona, katyonlik. Yo'q, hovlisi ham bo'laveradi. Mana kirish xod bu yerda mana 1,5 metr 5 metr darvozaxonadan to'g'ri kiriladi. Mana o'rtada bitta stoyka bor. Chiroyli holatda mana proyekt idealni chiqqan, qulaylik tomonidan balkoni bor. Mana to'g'ri balkondan chiqib bemalol mana kajilovlari ham qilingan. Chiroyli holatda. Nomerlarimiz bor, chiroyli qilib. Agar kim shunday tom naveslar qildirmoqchi bo'lsa, bizga aloqaga chiqaveradi. Chiroyli qilib bitkazib beramiz. Arzon va sifatli konteyner mahsulotlaridan. Mana birinchi qo'l ustalarni o'zida. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Albatta tunuka qotirish jarayonlarini bitgandan keyin chiroyli qilib ko'rsatamiz. Like, podpiskani ayamanglar azizlar.